Assalamu alaykum qarindoshlar. Navbatda biz IQ darslarimizning 2-bölüm işlemlerini ko'ramiz. Ya'ni ishlemlar deganda ingliz tilida biz qanday operation deb ataymiz. Bu bölümning inglizcha ismi shunday ama operation degani uyg'urcha tarjimasi, masalan, mashg'ulot olib berish degan gap. Unda o'zi qarab boqaylik, qanday savollar bor ekan, qanday mashg'ulot olib bor ekanmiz shunday ama birinchi savol qaraydigan bo'lsak, 3 bir 3 bo'lin 4 beribdi. Anan ikinchi 3 ning kvadrati qo'shilgan 3 ko'paytirilgan 4 shunday ama elingan 4 ning kvadrati debdi. Unda bo'lsa, yana qaraydigan bo'lsak, bu yerdagi bu 3 bo'lonning qanday bir ma'nosi bor yoki qanday bir ta'sir kuchi, qanday rol o'ynaydi, buningki funksiyon nima degan vaqtda, bu kelgan vaqtda oldidagi sonni kvadrat qilib, shunday ama ikkinchi darajaga ko'tarib, anan ikinchi bu ikki sonning ko'paytmasini qo'shib, keyingi sonning kvadratini elib o'tganmiz. Unda bo'lsa, men astidagini qanday qilaman? O'xshash shaklda qilaman shunday ama 4 bilan 3. Unda bo'lsa, oldidagi sonning kvadrati qo'shilgan bu ikkisini ko'paytiraman, 12 chiqadi shunday ama keyingi sonning kvadratini elib o'taman. 3 ning kvadratini elib o'tdim 9. Shunday ama yana bu 9 degan 3 ning kvadrati. Hisoblaydigan bo'lsak, shunday ama 16 qo'shilgan 12 elingan 9. Unda bu yer 3 bo'lib ketdi. Javobdan 19 shunday ama D javob degan gap. Unda bo'lsa, yana bir tal savol ko'rib boqaylik. Masalan, 2A, B deb turishamiz. O'rtasida bir bo'yab qo'ygan chambar bor ekan. Andan keyin A elingan B bo'lib ketibdi. Nima degan gap? O'rtasida bir chambar kelgan vaqtda 2A degan 2 ko'paytirilgan A shunday ama, ya'ni bu yerdagi A lam chiqadi. Andan keyin bu chambar nima bo'ldi? Elish bo'lib ketdi. Bu yerda qanday B shu pet keldi debdi. Unda bo'lsa, bu yerdagi 16 5 deganni men tirnoqdan chiqargan vaqtimda men bu 16 ni undaqla chiqarsak bo'lmaydi. Chunki bu shaklda yozish kerak. Unda 16 deganni 2 ko'paytirilgan 8, anan ikinchi bu chambar 5 deb bunda yozib olamiz. Anan ikin 3 bo'londan 3 bo'longa bir qarab boqaylik. A 3 bo'lon B kelgan vaqtda bu yerdagi 3 bo'lonningki ma'nosi bizga ifodalab bergan nima degan gap ekan? Oldi keyindagi sonni ko'paytiramiz. Shunday A ga B ni ko'paytiribdi. Unda bo'lsa shu pet keldi. Qaraydigan bo'lsak, bu yerda 2A dan A chiqqanga o'xshash, bu yerda 2 8 dan nima chiqadi? 8 elingan 5 bo'lib ketdi shunday ama ko'paytirilgan 3. Unda bo'lsa, bu yerdan 3 chiqadi, 3 ni 3 ga ko'paysam necha? 9. Javobdan 9 shunday ama bularga favqulodda diqqat qilish kerak. Keyingi savol qarab boqaylik. X bir kvadrat y. Unda bo'lsa 4x elingan 2 dan y shunday qo'shilgan 1 bo'lib ketibdi. Ya'ni bu yerdagi kvadrat kelgan vaqtda qanday qilganmiz? Oldidagi sonni 4 ga ko'paytirib shunday ama va undan elib o'tganmiz, keyingi sonni 2 ni bo'lganimga 1 ni qo'shib berganman. O'xshash qilsak bo'ldi. Mushu qoidaga asosan shunday ama unda bo'lsa, oldidagi sonni ko'paytirib 4 ga, unda 4 ko'paytirilgan 2 elingan shunday ama keyingi sonni 2 ga bo'lganman. 8 ni 2 ga bo'lsam, anan keyin 1 ni qo'sham deb ekan, 1 ni qo'shdim mana. 8 elingan 4 qo'shilgan 1. Javobdan necha bo'ldi? 5 degan gap. Amaliyotda intayin oddiy bir bo'lim shunday ama davomli savollarga qarab boqaylik. Yana o'xshash A 3 bo'lin B. Unda bo'lsa, oldidagi sonning kvadratiga keyingi sonni ko'paytirib shunday ama bir yildiz ochadi ekanman. Elingan bu ikki sonning ko'paytmasi qo'shilgan shunday ama oldidagi son ko'paytirilgan keyingi sonning kvadrati qo'shilgan 1. Mushtaq qiling debdi. Unda bo'lsa, men 3 bilan 4 ni ashta qilib chiqarib boqay. Unda bo'lsa, oldidagi sonning kvadrati shunday ama ko'paytirilgan keyingi son buningdan bir nima yildiz ochimiz. Elingan bu ikki sonning ko'paytmasi 12 shunday ama qo'shilgan yildiz ostida yana oldidagi son ko'paytirilgan keyingi sonning kvadrati yana birini qo'shib ekanmiz bu yerda. Shunday ama buningga favqulodda diqqat qilish kerak. Ha, bu yerda bir tirnoq bor. Unda bo'lsa, kvadrat kelgan vaqtda bu shakl kelgan vaqtda, ya'ni nima bo'ldi ekan? Oldidagi sonning kvadrati qo'shilgan keyingi sonning kvadrati bu ikkisini ko'paytirib qo'shib ekanman. Unda bo'lsa, tamom, bu mushu shaklda qilib qog'oz tutsin, shunday ama unda bo'lsa 3 ning kvadrati 9, 4 ni ko'paysam 36, yildizdan chiqarsam 6 elingan 12 qo'shilgan shunday ama 3 ning kvadrati 3 degan shu peti 4 ning kvadrati 16 ko'paysam 48, 1 ni qo'shsam 49, yildizdan chiqarsam 7. Unda bo'lsa, keyingi kvadrat keldi 2. 6 7 ni qo'shsam 13, 12 ni olsam 1. Unda bo'lsa 1 bilan 2 ning munosabatini topib ekanman. Mana ma'noga akirmiz. Oldidagi sonning kvadrati 1 ning kvadrati qo'shilgan keyingi sonning kvadrati 2 ning kvadrati qo'shilgan 1 bu 2 ni ko'paysam 2 bo'ldi. Unda bo'lsa, 1 ga 4 ni qo'shsam 5, shunday ama 2 ni qo'shsam 7. To'g'ri javob qaysi? B degan gap. Keyingisiga qarab boqaylik. A bir chambar B kelgan vaqtda, shunday ama A 2 ni A ga bilib, 1 ni B ga bilib elib o'tganman. Unda bo'lsa, A kvadrat B kelgan vaqtda makhraj 11 shunday ama A ni 2 ga ko'paytirib, B ni 3 ga ko'paytirib qo'shib ekanmiz suratda. Unda bo'lsa, biz o'xshash shaklda qilib boqaylik. Avval tirnoqning ichini ishlaymiz shunday ama unda bo'lsa, bu chambar shu peti kegashsin. 3 9 debdi. Unda bo'lsa, makhraj 11 bo'lish kerak. Oldidagi A ni shunday ama bu yerdagi 3 ni
2 köpeytme. Onda olsa 6 bo'lib ketdi. Keyindiki sonni b ni 3 ga ko'paytib, onda olsa 9 ni 3 ga ko'paysam necha bo'ldi? 27 bo'lib ketdi. Unda olsa bir yig'inchoqlasam shunami? 6 ga 27 ni qo'shsam 33, shunami? Bu 4 chamber keldi. Men buni qaytib bir yasay 33 bo'lingan 11. Unda olsa eng oxirisida 4 chamber necha bo'ldi? 3 bo'ldi. Mana chamberninki munosabatda shunami? Unda olsa 2 ni a ga bo'lma degan gap, 2 ni bu yerda 4 ga bo'lma, elotimiz 1 ni b ga bo'lgunimga, 3 ga bo'lgunimga. Eng oxirisi nima bo'ldi? 2 dan 1 elingan 3 dan 1 shunami? Mana degan 6 dan 3 bo'ldi, elingan 6 dan 2. Javobdan necha? 6 dan 1. Unda olsa C javob to'g'ri degan gap. Keyingi savol qarab boqaylik. Unda olsa 3 bir yıldız. Shunami? Yıldız deb o'qaylik. 3 yıldız kelgan vaqtda oldidagi sonni qanday qilibdi? 3 ga ko'paytibdi. Keyingi sonni-chi 2 ga ko'paytibdi. Bu yerdan bir kvadrat chiqadi ekan shunami o'tirsida. Ya'ni 12 ga qaraydigan bo'lsak, yana 3 ga ko'paytibdi. Shunami? 6 ni 2 ga ko'paytibdi. Yıldız kelgan vaqtda oldidagi sonni 3 ga, keyingi sonni 2 ga ko'paytir ekanmiz. Unda olsa bu yerda qanday a bilan 4. Ya'ni bu kvadrat kelgan vaqtda shunda olsa, kvadrat kelgan vaqtda oldidagi a shu pet keptimi? Kepti. Keyindiki 4-chi 4dan 3 ni ele o'tibdimi yo 4 ni 4 ga bo'lib o'tibdimi? Asta qarab boqaylik. 9 8. Unda olsa bu yerdagi 9 mi shu pet kelgan vaqtda 9 ga nechini qo'shsam 11 chiqadi, 2 ni qo'shsam shunami? Unda olsa 8 ni qanday qilsam 2 chiqadi? 4 ga bo'lganda. Unda olsa bu yerdagi 4 nima 4 ga bo'lib o'tibdi degan gap. Unda bo'lsa kvadrat kelgan vaqtda oldidagi son shu petni, keyindiki sonni 4 ga bo'lib, ananikin qanday yig'indisini topar ekanman. 6 12 kelgan vaqtda bu yıldız shunami? Yıldız kelgan vaqtda oldidagi sonni 3 ga ko'paytamiz. Unda 18. Bu yerda bir kvadrat chiqadi shunami? Ma'qul shakldagi bir kvadrat. Unda olsa keyingi sonni necha ko'paytman? 2 ga ko'paytman. B ni 2 ga ko'paytib ekan. Unda olsa 24. Unda olsa buning munosabatini men qanday bu formulaga asosan chiqaramiz. Ya'ni oldidagi son 18 shu pet keldi shunami? Qo'shilgan keldi. Mana qo'shilgan. Keyingi sonni 4 ni 4 ga bo'lgankin 24 ni 4 ga bo'lsam 6. Unda olsa javobdan necha? 24 degan gap shunami? To'g'ri javob qaysi? E javob. Keyingisiga qarab boqaylik. Bu yerga qaraydigan bo'lsak, 4 1 2 10 chiqibdi shunami? Men qanday o'ylayman? 4 ga 1 ni qo'shganmidi? 5 chiqarib shunami? 2 ga ko'paytganmidi? Unda olsa, men bu farzimni bir isbotlab boqay. 3 ga 2 ni qo'shsak 5, 5 ni 3 ga ko'paysak 15. 3 ga 1 ni qo'shsak 4, 4 ni 4 ga ko'paysak 16. Unda olsa, mening o'ylig'im to'g'ri ekan. Ya'ni bu yerdagi 3 buloq nimaga teng ekan? Qo'shilganga shunami? Bu yerdagi chamber ko'paytirilganga teng ekan. Unda olsa, 5 ga 4 ni qo'shsam 9 shunami? 2 ni ko'paysamchi 18 javob chiqdi degan gap. Keyingi savol qarab boqaylik. Qaraydigan bo'lsak, shunami? 6 3 5 1 54 chiqaribdi. Unda olsa men 54 ni ko'rganaman. Masalan bu 54 degan 9 bilan 6 ning ko'paytmasi, shundami? Unda olsa qaraydigan bo'lsak, ajaba bu yerdagi 6 bilan 3 ni qo'shib o'tganmidi? Bu yerdagi 5 bilan qanday o'xshash shakl bo'lgankin, qanday bir hisoblashdiki, o'xshash shakllarniki ma'nosi, shundami? Ma'nosi ifodalaydigan o'xshash bo'ldi. Unda olsa bu yulduz, shundami? Chamberning ichidagi bu yulduz qo'shan degan ma'noni ifodalaydi ekan. Unda olsa bu yerdagi 9 chiqdi shunami? 9 ga 6 ni ko'paytgan vaqtimda nima bo'ldi? 54 chiqdi. Unda olsa bu 5 var, qanday qo'shilganga teng, bu yerdagi kvadratcha ko'paytdim degan gap shunami? Unda olsa 2 ga 3 ni ko'paysam, mana ko'paytdim deb ekan. Necha bo'ldi? 6. Bu 4 ga 1 ni ko'paysamchi 4. Unda olsa 6 dan 4 ni elivasam 2 chiqdi shunami? Unda olsa 3 bo'lon degan e'lon degan gap. Unda olsa bularni xulosalab olgan ekan, bir ishlab boqaylik. Bu yerda kvadrat bor ekan, ko'paytirib shunami? 6 kare 8 necha bo'ldi? 48. Bu yerdagi bu 3 bo'lon degan gap, e'lon degan gap. Avval tirnoqni ishlayman. 5 1. Bu degan qo'shan degan gap shunami? 6. Unda o'z javobdan necha? 42. Qani javob? A javobni topdim degan gap. Keyingisiga qarab boqaylik. 2 6 4 8 3 5. Unda olsa birinchisiga qarasam 2 6 shunami? Usti 4, osti 8 bo'lib qolibdi. 8 nereden keldi? 2 bilan 6 ning yig'indisi. 4 nereden keldi? Keyingi sondan oldidagi sonni elib o'tibdi shunami? Unda olsa bu yerda shu qisqartib qo'yapti, 2 dan 1 chiqibdi. Unda olsa men bu farazni bir isbotlab boqay. 4 ga 8 ni qo'shsam 12, 8 ni 4 ni olsam 4 shunami? Unda olsa o'ylig'im to'g'ri ekan. Ya'ni bu yerda biz qanday qilamiz? A ga B ni qo'shimiz shunami? Makhrajda bu ikki sonni qo'shib o'tadi ekanman. Suratchi qarab turinglar. 2 dan 6 ni olmadim, 6 dan 2 ni oldim. Unda olsa B dan A ni olamiz. Ya'ni keyingidagidan oldidagini olamiz. Ya'ni to'g'ri javob bu emas, to'g'ri javob qaysi? D degan gap shundami? Keyingi savol qarab boqaylik. Keyingi savol A bir 3 bo'lon B debdi. Unda olsa bu nimaga teng bo'lgan?
3 köpeytilgan tırnak içinde a kvadrat b şunama qo'shilgan 2 debdi. Unda bo'lsa a bilan b ning munosabati, ya'ni kvadratlik munosabat o'rtaga kelgan vaqtda oldidagi sonni kvadrat qilib, keyingi sonning ucharsini elib bununla 4 ni qo'shadi ekanmi? Avval bu 3 bo'lon ekan, shunami? 3 bo'lonni bir o'zgartay. 3 bo'lon kelgan vaqtda 3 ko'paytirilgan shunami? Bu narsa a b o'xshash kelgan, lekin faqat o'ttirisini kvadrat qilib qo'ydik ekan. Unda bo'lsa 5 kvadrat 1 bo'lib ketdi, qo'shilgan 2. Shunami? Kvadrat qanday bo'ldi? Avval tirnoqning ichida ishlaymiz, shunami? 5 kvadrat 1 degan oldidagi sonning kvadrati, 5 ning kvadrati elingan, keyingi sonni 3 ko'paytib. Unda 3 ko'paytirilgan 1, shunami? Ya'ni 4 ni qo'shib berishni unutib qolmaslik kerak. Oldida bir 3 ko'paytirilgan bor, keyinda qo'shilgan 2 bor. Shunami? Bir hisoblasam 3 ko'paytirilgan 5 ning kvadrati 25, 3 ni elib, shunami? 22, 4 ni qo'shasamcha 26 qo'shilgan 2. 26 ni 3 ga ko'paysam, shunami? 20 ni 3 ga ko'paysam 60, 6 ni ko'paysam 18, unda bo'lsa 78 qo'shilgan 2 tanachi bo'ldi. 80 degan gap. To'g'ri javob qaysi? D javob. Bu savolninki oldidagi savollarga o'xshamaydigan bir qismi shunami? Bu yerda bir ishlam, ya'ni bir mashg'ulotdan keyin, bir hisoblashdan keyin bu yerda yana bir talqonda ichida amal bor ekan. Bunga diqqat qilish kerak. Keyingi savol qarab boqaylik. 3x shunami? 3 ko'paytirilgan x 4y o'tirisi chambar kelgan vaqtda x ning kvadrat qilib, bu yerdagi y ni shunami? 3 ga ko'paytib, 5 ga bo'lib qo'shing debdi. Unda bo'lsa men buni 15 bilan 40 ni cho'qim mushu shaklda qanday o'zgartib yozishim kerak. Ya'ni 15 degan 3 ko'paytirilgan 5 degan gap chambar keldi, shunami? 40 degan 4 ko'paytirilgan 10 degan gap. Ha, anondan keyin bu yerdagi x ni qanday qilibdi? Kvadrat qilibdi. Unda bo'lsa bu yerdagi 5 ni kvadrat qilamiz. Mana 5 ning kvadrati qo'shilgan keldi. Unda bo'lsa bu yerdagi y ni, shunami? 4 ko'paytirilgan y dagi y ni 3 ga ko'paytib 5 ga bo'libdi. Unda bo'lsa bu yerdagi 10 nima? 3 ko'paytirilgan 10 bo'lingan 5. Unda 5 ning kvadrati degan 25, 30 ni 5 ga bo'lsam 6, javobdan necha? 31. Javobni topib oldim degan gap, shunami? Keyingi savol qarab boqaylik. X kvadrat qanday 3 bo'lon 2 dan y bo'lsa, 2 dan x qo'shilgan 3y. Unda bo'lsa 3 dan x chambar y ning 3-darajasi, ya'ni y ning kubi bo'lsa 2x elangan 4y bo'ldi. Unda bo'lsa bu yerda qanday 3 bo'lonkan oldi bilan men bu 16 ni x ning kvadrat degan ekan, 16 deganni 4 ning kvadrat 3 bo'lon 2 qilib yozaman. Elangan shunami? 1 64. Unda bo'lsa 1 deganni men 3 dan 3 qilib yozaman. 3 dan 3 degan 1 ga tengdi, teng. Qimmatni o'zgartirib o'tmaslik kerak. Masalan, 4 ning kvadrat qildim men 16 ni shunami? Qimmatni o'zgartirib o'tmaslik kerak. Unda bo'lsa chambar keldi. 64 degan 4 ning kubi, shunami? Unda bo'lsa bularni yozib qo'ygandan keyin, anondan keyin men buni 3 bo'lonniki bu yerdagi funksiyonga akirman, shunami? Unda bo'lsa 4 ning kvadrati 3 bo'lon 2 bo'lgandan keyin bu yerdagi x ni 2 ga bo'libdi. Unda bo'lsa 4 ni 2 ga bo'lamiz. Qo'shilgan. Bu yerdagi keyindagi men buni o'zgartirishni unutib qoldim. Ko'rdingizmi? 2 dan y deganni men 2 deb yozib qo'yapman. Bu yerdagi 2 nimaga teng bo'lishi kerak? 2 dan 4 ga teng bo'lishi kerak, shundami? Unda bo'lsa 2 dan 4 degan 2 ga teng. Anondan keyin bu yerdagi y nimaga teng bo'ldi? 4 ga teng bo'ldi. Unda bo'lsa y ni 3 ga ko'paytirgan bo'lgandan keyin 4 ni 3 ga ko'paytiramiz. 3 ko'paytirilgan 4, shundami? Bu oldidagi tirnoq elitimiz. Unda bo'lsa keyinida qaraydigan bo'lsak, bu yerdagi x ga 2 ni ko'paytirganmiz. Unda bo'lsa x degan 3, shundami? 3 ga 2 ni ko'paytiramiz. Mana 2 ni ko'paytdim. Anondan keyin elitimiz 4 dan y debdi. 4 dan unda bo'lsa 4. Unda bo'lsa hisoblab boqaylik. 2 qo'shilgan bu yerda 12, shunami? Elitimiz 3 ga 2 6, 6 dan 1 ni aytganimga 14 dan 5 ni olsam necha bo'ldi? 9 bo'ldi. Javobdan B degan gap, shunami? Bularga diqqat qilishimiz kerak. Yana qanday bo'ldi? Ostidagi sonlarni ustidagi o'xshash, ya'ni shaklni o'xshash qilib yozib olishimiz kerak, shunami? Birinchi qadamda. Undan keyin o'rniga akirsak bo'ldi. Keyingi savol qarab boqaylik. Nima debdi? 2 ko'paytirilgan a ning kubi qanday kvadrat b ning kvadrati deb tushunami? Unda bo'lsa bunda bir munosabat chiqadi ekan. 3a 3 bo'lin kelgan vaqtda bunda bir munosabat chiqadi ekan, shunami? Oldi bilan 3 bo'lonning munosabati qaraganda bo'lsa 3a deb ekan. 18 degan 3 ko'paytirilgan 6 3 bo'lon, shunami? Bu yerdagi 18 degancha 2 ko'paytirilgan b degan 2 ko'paytirilgan 9 qilib yozib olamiz. Anondagicha 128 qana kvadrat. Unda 128 degan 2 ko'paytirilgan 64, shunami? Ya'ni 2 ko'paytirilgan 4 ning kubi bo'lib ketdi, kvadrat keldi. 64 degancha 8 ning kvadrati mana yozib oldim. Anondan keyin 3 bo'lonni ostidagi ma formulaga akiramiz, shunami? Unda biz akiray. Bu yerda
A neçə buldu? 6. Bunda olsa 6'nın kvadratı qoşulğan 3'ten B. B degen 9 ama 3'ten 9 elinğan. Keyni neçə buldu? 2. Bu yerdə nə depdikan? Qani A'nınki A'nın 2'ye bölükən məşin ama onda olsa bu yerdəki 4 nümü 2'ye bölümüz degen gap. A'nınki kvadrat mana formulası. Qoşumuz 2'den 3 ama B'ni 3'e köpəytib 2 bilen. Onda olsa B degen bu yerdə 8. 8 degenini 3'e köpəytib 2 bilen. Bir hesaplayıp 36 qoşulğan 3 elinğan şuna ama 2 qoşulğan. 3 kere 8 neçe? 24 2 bölsem 12. Onda olsa 39'dan 14'ünü elib etken vaxtımda cevaptan neçe? 25 degen gap. Keyingi sual qarab baxaylı. Onda olsa 5, 15, 13, 26 bu yerdə bir qanda bizga bir formula bəməbdir şunama. Onda olsa 5 bilan 15 qandaq bo'lib 2 chiqib qoldi. 13 bilan 26 qandaq bo'lib 1 chiqib qoldi. 17 bilan 51 qandaq bo'lib 1 chiqib qoldi. Onda olsa biz bu xil tipdagi sualni ishlagan vaqtda, masalan men 5 sekundning ichida 5 ga 15 ni oldi keyingi sonini qo'shib boqaman, ko'paytirib boqaman, ep boqaman, andan keyin bo'lib boqaman. 2 chiqmaydi ekan shunama. Unda olsa biz yana qanday qilamiz? Masalan kvadrat qilganmidi, yiltiz qilganmidi shunama, kub qilganmidi yoki 3-daraja ochganmidi shunama. Oldiki sonni bir sonni ko'paytirib, keyingi sonni bir sonni ko'paytirib qo'shib olganmidi? Mushlarni o'ylaymiz. Qaraydigan bo'lsam 15 ni 5 ga bo'lsam necha? Bölgen vaqtimda shunama 3. 3dan 1 elvetsem 2 çıkıdı. 26'ni 13 bölsem 2, 1 elvetsem 1 çıkıdı. 51'ni 17 bölsem 3, 3'ten 1 elvetsem 2 çıkıdı. Yani ne depti? Keyindik sanı 6'dik sanı bölüp şunama çıkan neticeden 1'ni elvetten depti. 18'ni 2 bölsem 9, 9'dan 1'ni alsam 8. Bana cevap çıktı. Keyingi soru qarab baxaylı. Qaraydigan bolsaq, yəni müştəh bir sual şunda ama onda olsa 15, 3 qandaq bo'lib 14 chiqib qoldi. 18 bilan 9 qandaq bo'lib qanda 15 chiqib qoldi. 8 bilan 27 qandaq bo'lib necha? 1 chiqib qoldi. Men bu 8 bilan 21 ga qaraydigan bolsam 1 chiqibdi shunda ama bu yerda 3 bor ekan, 9 bor ekan, 21 bor ekan. Unda olsa men qandaq o'ylashim mumkin? Balki 3 ni 3 ga bo'lib shunda ama 15 dan qanda chiqqan sonni elvetsem 3 ni 3 ga bölsem 1, 15 ni 1 alsam 14 şuna ama 9 ni 3 ga bölsem 3, 18 ni 3 alsam 15. Yana qanda bo'libdi? Keyindik sonni 3 ga bölüp, oldidik sondan elib o'tibdi. Unda olsa 21 ni 3 ga bölsem 7, 8 ni 7 alsam 1. Unda olsa 24 ni 3 ga bölsem 8, 10 dan 8 alsam javobdan 2 degan gap shuna ama. Keyingiga qarab baxayli. 3, 9, 1 çıkıptı, 12, 4, 6 çıkıptı, 18, 4, 9 çıkıptı şuna ama 169'nu görüp kaldım. 169'nu görgen vaxtda mən qanda qılıma 1'den tartib şuna ama 20 güç bolğan sonlarının kvadratı qanda kallamı geldi. Onda 169 degende mən qanda keyinigi yandırıp yıldız çıxargan vaxtımda 13 çıkıdı şuna ama acaba bularning hammasidan yıldız eçiversen bir münasebeti çıqamı? Yani yıldız 9 degen neçə buldu? 3 buldu şuna ama onda 3'ni 3 ga bölsem 1. Yıldız astı 4 degen 2 buldu. 12'ni 2 bölsem 6. Yıldız astı 4 degen 2 buldu. 18'ni 2 bölsem 9. Yıldız astı 169 degen 13 buldu. Şuna ama 39'nu 13 bölgen vaxtımda cevaptan neçə 3 bo'lib ketdi degan gap. Demek biz bu yerda qanday qilibdi? Yıldız qilibdi shuni ama. Keyiniga qarab baxayli. 144, 36, 81, 25, 49, 4. Bularni ko'rgan vaqtda men oldi bilan qanday qilmayman? Albatta, yildizni o'ylayman. Shuni ama yildiz asti 12 mayadan 6. Shuni ama elib o'tibdi onda bo'lsa, bu yerda 9 dan 5 ni olsam 4, 7 dan 2 ni olsam 5 shuni ama buni mi yildiz qilsam 10, buni mi yildiz qilsam 8. Elib o'tsam necha bo'ldi? 2 bo'ldi. Mana javob. Demek biz bularni mesela 144 bolsun, 256 bolsun, yoki 289 bolsun, yoki 196 bolsun mesela 144 bolsun şunama mesela 81, 49 bu narsalarni ko'rgan vaqtda yildizni o'ylaymiz shunama. Keyingi savol qarab baxayli. Bu yerda boshqacha bir narsa biribdi shunama. 12 tang 3 bo'londan chambarni ag'inimga 3 bo'longa kvadratni qo'sam chambar ilingan 3 tang shunama mushta bir narsalarni biribdi. Unda olsa bu necha bo'lishi kerak? Qanday qilamiz? Masalan, bu bir tanglama deb qarasam, shunama tanglamaning oldi tarafida miyada bir 3 bo'lon bor ekan, miyada bir 3 bo'lon bor ekan. Unda olsa bularni asti-usti qo'shib olsam-chi, 3 bo'lon yo'qolib ketadi shunama, qo'shib boqay. Unda olsa oldi 12 ga qo'shilgan 3 bo'lon, qo'shilgan kvadrat, keyincha 3 bo'lon elingan chambar, shunama qo'shilgan chambar elingan 3.
çember yo'qolib ketdi shunami. Bu nol emas çember. Unda bo'lsa bu oldi keynidagi o'xshash 3 bo'lonlarmi yo'qolib ketdi. Tarozining ikki tarafidan o'xshash narsani elvatsak bo'ldi. 12 qo'shilgan kvadrat tang -3 ekan. Unda bo'lsa kvadratni shu pet ep qolsam 12 ni bu tarafga o'tkazsam -15 bo'ldi shunami. Kvadrat shu pet qolsin. Qaraydigan bo'lsak bu yerda 3 bo'londan çemberni o'tib ketgan. Bu yerda çemberni 3 bo'lon elvatibdi. Unda bo'lsa tam tersi shunami. Unda bo'lsa men masalan men buningga -1 ni ko'paytirib qo'yganlikda oldig'imi -1 ni ko'paytdim. Ya'ni nima bo'lib ketdi? -12 teng shunami. Minusga minusni ko'paytsam plus çember elingan 3 bo'lon chiqdi. Mana çemberden 3 bo'lon alsam -12 bo'lgan. Çemberden 3 bo'lon alsak -12. Unda bo'lsa buningdan ya'ni kvadratni elvatang degan gap -15 ni elvatang degan gap shuni. Ammo bir hisoblasam -12 minus plus 15 javobdan necha 3 bo'ldi degan gap. Unda bo'lsa A javob to'g'ri. Keyingi savol qarab boqaylik. Qaraydigan bo'lsak 6 2 bir narsa 5 tang 7 deb turishmi? Bu yerda 39 ni biribdi, 3 ni biribdi. 3 ga mesela 13 ga 3 ni ko'paysam 39 chiqdi shunami. Unda bo'lsa bu ko'paytirish bo'lishi mumkinmi acaba? Unda bo'lsa mesela 27 da 14 bu yerdan 13 chiqishi mumkinmi? Qanday bu elish shunami 27 dan 14 ni olsam 13, 13 ni 3 ko'paysam, unda bo'lsa bu qanday bo'lgan? Bu elish bo'lgan, bu ko'paytirish bo'lgan shunami. 6 kare 12 5 ni olsam 7 chiqdi. Unda bo'lsa ko'paytirish 8 kare 7 necha bo'ldi? 56 elingan 2 kare 5 10 shunami. Javobdan necha 46 degan gap. Amaliyotda bu mashg'ulot olib berish yoki bu ishlam qanday oddiy mazmunlardan birisi. Keyinga qarab boqaylik. 32 7 5 chiqibdi shunami. Men buni 4 sekundning ichida bu ikki sonni qo'shima, olma, ko'paytirma, bo'limi 5 chiqishi mumkin emas shunami. Andan keyin qanday qilamiz? Boshqacha o'ylashga boshlaymiz. Acaba kvadrat qilganmidi, yildiz qilganmidi, 32 ni 2 ga bo'lib, buni 2 ga ko'paytirib bir ishlarni qilganmidi shunami? Unda 32 dan 7 ni elvatsam, masalan 25, 25 degan 5 ning kvadrat. Acaba bu yerdagi 25 ga yildiz ochganmidi? 64 dan 15 ni olsam 49, yildiz ochgan vaqtimda 7 shunami. 36 dan 20 ni olsam 16, yildiz ochgan vaqtimda 4. Unda bo'lsa oldidagi sondan keyingi sonni elib chiqqan songa yildiz echibdi shunami. Bunundan bunu alsam necha bo'ldi? 81 yildiz ochgan vaqtimda javobdan 9 degan gap C javob to'g'ri. Keyingisiga qarab boqaylik. 136 247 shunami 23 chiqibdi. Unda buningdek cho'ng son kelgan vaqtda ikki sonni ko'paytirib yoki qo'shib elib qilishi mumkin emas. Pek mümkün bo'lmaydi shunami. Acaba bu yerdagi xonalarni birisi-birisiga qo'shib aytganmidi? 1 ga 3 ni qo'shsam 4, 4 ga qanday 6 ni qo'shsam 10 shunami. 2 ga 4 ni qo'shsam 6, 6 ga 7 ni qo'shsam 13. Demak, xonalarni hammasini qo'shib o'tib qilibdi. Unda 3 ga 8 ni qo'shsam 11, 1 ni qo'shsam necha? 12 shunami. Ya'ni bu yerdagi kvadrat shu payt qilib qolsin. 5 ga 8 ni qo'shsam 13, 2 ni qo'shsam 15. Unda bo'lsa yana qanday o'tibdi? Qo'shib o'tibdi. Demak, kvadrat kelgan vaqtda oldi keyindagi xonalarni qo'shib shunami chiqqan sonni yana qo'shib o'tganmiz. Bu kvadratning ma'nosi. Unda bo'lsa bu ikki kvadratni biz bir hisoblab chiqaylik. Shunami 8 ga 2 ni qo'shsam 10, 4 ni qo'shsam 14. Unda bo'lsa 3 ga 7 ni qo'shsam 15 ni qo'shsam 15. Bularni yana qo'shib o'tamiz. Unda bo'lsa keyini 4 ga 8 12 ga qo'shsam 16 kvadrat degan yana qo'shib o'tamiz. Shunami 2 ga 6 ni qo'shsam 8, 0 ni qo'shsam yana 8. Unda bo'lsa oldi 29 çember keyinicha 24 bo'lib ketdi degan gap. Navbatda çemberga qarab boqaylik. Shunami bu yerda çember bor ekan. 6 ga 7 ni qo'shsam 13, 4 ni qo'shsam 17 shunami çember. Unda 3 ga 5 ni qo'shsam 8, 1 ni qo'shsam 9. Unda olsa 50 chiqdi shunami. 17 dan 9 ni elvatsam 8 chiqdi. Unda çember 50 degan gap ekan. Shunami? Ya'ni çember kelgan vaqtda oldidagi sonlarning raqamini qo'shib, keyingi sonlarning raqamini qo'shib, oldidagi sonlarning raqamining yig'indisidan keyingi sonning raqamining yig'indisini elvating. Unda bo'lsa bu yerda 11 dan 6 ni elvatsam javobdan 5 degan gap. B javob to'g'ri. Shunami? Keyingi savol qarab boqaylik. 42 shunami oldida bir 3 bo'lib 35 ga teng bo'lib qolibdi. Unda bo'lsa qanday bir mashg'ulot olib bo'lsam yoki qanday bir hisoblash olib bo'lsam bu 35 chiqadi shunami? Men 42 ni ko'rganaman. Mening kallamga nima keldi? 6 bilan 7 keldi. 6 kare 7 42. Unda bo'lsa 42 ni qanday qilsam 35 chiqadi. Acaba bu yerdan 7 ni elvatsam bo'lamdi. Mesela 7 ni elvatsam 35 chiqadi, lekin 18 ni 7 ni olsam 11 chiqib qoldi shunami? Demak bu yo'l xato. Mesela unda bo'lsa 42 ni 6 ga bo'lsam necha chiqadi? 7 chiqadi. 7 ni 5 ga ko'paytsam-chi. Unda bo'lsa oldidagi bu sonni, ya'ni 6 ga bo'lsam shunami? Chiqqan sonni 5 ga ko'paytsam-chi. 18 ni 6 ga bo'lsam 3,
3'ni 5 köpeysem 15. 48'ni 6'ya bölsem 8. 8'ni 5 köpeysem 40. Demek bu paraz qilganim to'g'ri ekan shunami. Ya'ni oldi bilan 6'ga bölüp chiqqan sonni 5 ga ko'paytirganmiz. 24 ni 6'ga bölsem 4, 4 ni 5 ga ko'paysam. Ya'ni qaytib bir yozay. 24 ni 6'ga bölüp 5 ga ko'paytiring degan gap shunami. Javob necha bo'ldi? 4 ko'paytirilgan 5 dan necha? 20. Bormi javob? Mana. Shunami? Javob. Keyingi savol qarab boqaylik. 95, 31, 74, 17. Yani işlemlerinin içinde test bo'lsa, bu xil tipdagi savol test shunami. Unda bo'lsa, masalan, qaraydigan bo'lsak, 95 qanday bo'lib 31 bo'lib qoldi. Men 4 sekundning ichida bu yerdagi 9 bilan 5 ga qanday birisi-birisini qo'shimman, olaman, ko'paytirman, bo'limi 31 chiqmaydi. Unda bo'lsa 95, 31, 74, 17. Acaba bulardan o'xshash bir sonni elib o'tganmidi? Masalan, 95 dan nechini olsam 31 chiqdi, 64 ni shunami. Lekin 74 dan 64 ni olsam 17 chiqib qoldi degan gap. Unda bo'lsa biz yana o'ylaymiz. Masalan 9 kar 5 necha? 45 shunami? Unda o'z 9 ga 5 ni qo'shsam necha bo'ldi? 14 bo'ldi. Ha, bu ikkisini elib olsam-chi necha? 31 chiqar ekan. Acaba bu oldi keyingi ikki sonni ko'paytirib shunami? Oldi keyingi ikki sonni qo'shib elib o'tganmidi? Bu yerda bir isbotlab boqay. 7 ga 4 ni ko'paytirib shunami? 7 ga 4 ni qo'shib elib olsam-chi 7 kar 4 28. Unda bo'lsa 11 ni elib olsam necha bo'ldi? 17. Ha, demak to'g'ri ekan. Yana bir isbotlab boqaylik. 4 kar 9 36, elib o'timiz 4 ga 9 qo'shsam 13, javobdan 23. Unda bo'lsa bu usul to'g'ri ekan degan gap. Unda bo'lsa biz buni tatbiqlashga boshlaymiz. 8 ga 3 ni ko'paytirib shunami? 8 ga 3 ni qo'shganimni elib o'tma. 24 elingan 11 tan necha bo'ldi? 13 bo'ldi degan gap. B javob to'g'ri. Unda bo'lsa qaraydigan bo'lsak, shunami, mashqlarimiz tugabdi. Biz bir xulosalab o'taylik. Ya'ni bu xil shakldagi ishlam kelgan vaqtda, shunami, hisoblash kelgan vaqtda biz oldi bilan qo'shish, elish, ko'paytirish, bo'lish bu 4 amalni o'ylaymiz. Andan keyin bu oldi keynidagi sonni, masalan, 2, 3, 4 o'tib kelsa 5 ga o'xshash bu xil sonlarga qanday ko'paytirib qo'shib elib ananikin qilganmidi deb buni o'ylaymiz. 3-qadamda biz qanday qilamiz? Kvadrat qilganmidi, kub qilganmidi shunami? Masalan, A, B deb son bo'lsa, buni oldiki sonni, keyingi sonni kvadrat yo kub qilganmidi deb buni o'ylaymiz va yoki yildizni o'ylaymiz shunami? Unda bo'lsa yildiz ochganmidi 2-daraja shunami? 3-daraja ochganmidi deb o'ylaymiz. Bundan sirk masalan baytqidek masalan 95 degan o'xshash ikki xonali sonlar kelgan vaqtda shunami? Bu ikki xonali sonlarni birisi-birisiga qo'shib, ananikin birisi-birisiga ko'paytirish orqali bir mashg'ulot ep bo'lganmidi deb ma'qul shaklda o'ylaymiz va boshqa yana raqamlarni qo'shib chiqdi shunami? Masalan 136 deb mushlar raqamlar chiqqan vaqtda, ya'ni cho'ng-cho'ng 3 xonali, 4 xonali raqamlar chiqqan vaqtda acaba bu yerdagi raqamlarni birisi-birisiga qo'shib o'tganmidi deb bu bir xil nuqtai nazardan o'ylab ananikin chiqara olamiz degan gap. Unda bo'lsa bugungi darsimiz ishlamlar yana qanday hisoblash mushada oxirlashdi. Hammalarga ko'pdan ko'p rahmat.